Assalomu alaykum PUBG ixlosmandlari. Bugungi kontentimiz foydali xaridlar bo'yicha bo'lib o'tadi. Xo'p, foydali xarid nima uchun kerak? Nima foydasi bor? Nima vigitasi bor? Qanaqa foydalanishimiz mumkin degan savollarga aniqroq javob o'rtamiz. Xo'p, bizga takliflar bo'limiga o'tganimizda yuksalish paketlari degan har xil paketlar kelgan. Bularga birinchisi yubileyniy paket. Umumiy miqdorda deyapti 2331 AG, 300 UC. Ramazni kichkina materiali bor. Undan 20 bitta и plus 3 kichkina оружейный material yetadi. Ya'ni buni foydali vigita tarafi shundaki, UC ham Ramazda mayda toshi bilan и plus kichkina material ostida bo'ladi. Botga o'tadigan bo'lsa, botda vigita tarafi kimgadir material kerak, lekin misol materialni o'zi 570 UC turadi, 578 ma adashmasam shunaqa turadi. Qimmatli qilyapti. Xo'p. Buning uchun nima qilamiz? Imminni shu materiallarni sotib olgandan keyin 9 ta mayda material, ya'ni o'zingizda bitta lichniy bo'lsa yoki RP dan bitta olgan bo'lsangiz, unga qo'shib turib bitta katta material qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda plus 180 UC ham beradi. Bu paketlarimiz narxlari kanalda mavjud va bu haqida oxirroqda javob berib o'tamiz. Narxlar haqida oxirida ko'rib chiqamiz. İlk xarid paketiga keladigan bo'lsa, bu paketni ko'rib turganingizda o'zim ham olganman. Vigita paketlardan bittasi shu. Olganim sababi ham shu. Nimaga degan savol bo'lishi mumkin albatta. Foydali tarafi shundaki, 20 ming so'm evaziga buni narxini aytib o'taman. Qiziqroq bo'lishi uchun 20 ming so'm evaziga, misol 170 UC mizani o'zi 26 ming so'm bo'ladi. Undan ko'ra 20 ming so'm evaziga shu paketni xarid qilamiz. 170 UC beradi, 170 UC и plus 900 AG beradi. Foydali tarafi shunda. Xo'p, Mythic Rams paketiga yetib keldik. Buni ham men xarid qilganman. Bu shu paketlarning ichida eng hamyonbop va hozirgi kunda eng hadavoy tovar deb o'tsam ham bo'ladi. Sababi 79 ta mayda Mythic toshi beradi. Ko'pchilik menga beryapti shu savolni. Mythic Forge nima? Mythic tosh nimaga kerak? Nima uchun ishlatamiz? Bu savolimizga javob mana bu yerda Mythic toshlarni almashtirib, obmen qilib ochishyapti. Katta tosh olish uchun juda ham ko'p urinishlar bo'lib, juda ko'p UC sarflashyapti. Shuni oldini olish uchun, ya'ni Mythic Forge deb yozilgan, Mythic Rams toshi deb yozilgan o'zbekchasiga. Bularni ayirboshlash bo'limiga o'tib, har xil emotsiyasi bor kiyimlarni sotib olsak bo'ladi. Yoki kimdir uchun bu kiyimni kerak emas, kimdir qiziqmaydi emotsiyaga. Bu yerda оружие sotib olsa ham bo'ladi. Imminni shu Mythic toshiga. Ko'p turimiz bularda menga skidcha bor, mavjud. Sizlardan manimcha almashtirsangiz sizlarga ham chiqadi. Bu yerda babichka aytaman, men o'zim endi hamma haqimdan deydi. Bu ruguzak ham oldi ruguzaklardan bittasi bo'ladi. Bu keladigan bo'lsa, kaskalar vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Menimcha shu Infernoda keyingi o'rinda shu kaska tursa kerak. Kimga qanaqa, menga misol o'zimning shaxsan men fikrim bu juda chiroyli. Ikkinchi leveli ham ortiqcha narsasi yo'q, skromniy. Bunimizda men zo'rg'a tushgan ekan, buni ikkinchi leveli TDMdan vobshe boshqacha tus beradi. Juda chiroyli, yaltirab turadi. Xo'p. Menimcha shapkalarga uncha odam qiziqmaydi. Men maskadan boshqa bunaqa qiziq joyi yo'q. Bu yerda ko'rib chiqqanimizda. Xo'p, maskaga keladigan bo'lsa, bu ham просто shedevr. Turishining o'zi boshqacha. Buni ham ko'pchilik ishlatadi. Musulmon ham qaysidir videolarda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Ishlatadi. Mana shu 3 dona maskadan boshqa maskada menimcha unaqa interesi yo'q hech kimga. Men 3 ta maskani o'zim maslahat beraman, chunki ko'rinishi juda ham yaxshi. Ya'ni puliga arziydi. Xo'p, mavjudot chetlashmagan holatda ko'rib chiqamiz. Xo'p, foydali xaridlar deganda men shularni nazarda tutdim. Buni nimasi foydali? Misol 385 UC ni hammada har xil bo'lishi mumkin. Misol kimlar? Menda misol uchun sredniy 70 ming so'm, qayerdadir 68 ming, qayerdadir 75 ming sotishyapti. Bu hammaning o'ziga bog'liq. UC servisiga bog'liq.
Buni vegetasi shundaki, 70 ming so'mga 10 ming so'm qo'shgan holatda 79 ta rams toshlarini olib, plus 300 UC olyapsizlar. Bu yerda hamma rams toshlarini qabul qilyapsizlar. Sizlarga shunda ikkita yirik mifik rams toshi bo'ladi, ikkita yirik. Lichning o'zingizda 19 ta qoladi. Ya'ni inventarda 19 ta mayda rams toshi qoladi. Agar o'zingizda doполнительный 11 ta bo'lsa, 3 ta mifik rams toshini qisinglar bo'ladi. Ya'ni yirigisini olsanglar bo'ladi. Xo'p, yana nimalar bor bu yerda ko'rib chiqishimiz mumkin. Boya aytganimdek material 568 UCga sotib olishimiz mumkin. Va aytgancha bizda imенно mana shu haftalik 2 marta limitimiz bor. Agar sizlar misol ikkitasini sotib olsanglar, o'zi donasi 55 mingdan sizlarga 100 ming so'm misol vegetaga berishim mumkin. Imенно mana shu rams toshiga. Xo'p, qolgan narsalarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda X kostyumi bor odamlarga sariq toshi bilan doполнительный omadga qarab, bu yerda har xil 10 tagacha bilan sariq toshlarni qabul qilsa bo'ladi. Bu yerda kafolatlangan bitta kichkina material berar ekan, X kostyumiga 10 ta yig'sa bitta kattasiga aylanadi. Bu yerda 10 ta sariq tosh berar ekan. Ya'ni material desa ham bo'ladi. Bu yerda omadga qarab to 10 tagacha bo'lgan mayda materiallarni qabul qilsa bo'lar ekan. Xo'p, haftasiga 4 marta sotib olsa bo'ladi, haftasiga 2 marta sotib olsa bo'ladi, haftasiga 2 marta sotib olsa bo'ladi, haftasiga 4 marta va haftasiga 2 marta sotib olsa bo'ladi va bu yerda ham haftasiga 4 marta sotib olsa bo'ladi. Hadiyalar kelgan, ya'ni 100 sotib olsanglar mana shunaqa bonuslar qaytaryapti. Bizning shu servisimiz juda ham ishonchli, kafolatlangan va qisqa muddat ichida 100 yashab berishiga kafolat beramiz. Ko'pchilik misol kamida X kostyumi misol ryukzakni tushirib olishyapti. Juda ham xursand ko'p obunachilarimiz. To'g'ri bu nasibaga bog'liq, lekin bizning shu servisimizdan hali hech kim norozi bo'lib ketmagan. Xo'p, bu yerda yana Prime Plus deb ko'pchilik nimaligini tushunmayapti shu narsani. Prime Plus'da bizda kattasini sotib olib beramiz. Sababi kichkinasi nevigitni hisoblanadi. Misol dishuviyroq hisoblanadi bu. Ya'ni nima demoqchiman? Kattasini xarid qilsanglar, chemsizlar yutasizlar kichkinani xarid qilgandan. Ma'mutda ham 15x qaytarma, ma'mutda 12.5x qaytarma. Misol uchun bu. Bundan tashqari kattasini qabul qilgandan keyin sirazi 660 UC beradi. Eng keraklisi shu 660 UC beradi. Plus дополнительный RP'ga 300 ochko qo'shib beradi. 1440 UC beradi deb o'ylamanglar keyingisi. 1440 UC ga teng bo'lgan bizga kupon beradi. Qanaqa kupon bu? Bu kuponni mana ustiga bosamiz. Bu yerda hamma yozilgan 8 ta misol bu klassik case yetishga bu yerda Prime shu qaror case'imizda 8 ta bepul olingan yozilgan. Bu yerda qolganlari UC kuponlari qanaqa nimaga ishlatiladi degan savolga 30 kun ichida misol Prime shu Gold case ochganimizda biz sariq case ochganimizda o'zini narxi adashmasam 60 UC shunaqa 30 UC skidka beradi. Bu yerda esa klassik case'imizga 30 UC skidka beradi. Voucher, ya'ni voucher beradi. Bunda yana plus tarafi garderob. Ya'ni garderob kiyimlardan sizlar epic kiyimlarni qo'yishinglar bo'ladi. Mifika qo'yib bo'lmaydi. Inferno misol qo'yib bo'lmaydi. Ko'pchilik mifika qo'yishi bo'ladimi degan savollar beryapti. Qo'yib bo'lmaydi. Oldin ogohlantirib qo'y. Missiya B bo'ladimi? Missiya A bo'ladimi? Yana epikroq bir chiroyliroq kiyimlar bo'lsa yoki oldroq setinglar bep bo'ladimi? Shunaqa setinglar bo'lsa, bu yoqqa qo'yib bo'ladi. Qo'ygandan keyin buni jamoadoshinglar bemalol kiya oladi. Agar sizda Prime Plus sotib olingan bo'lsa, xarid qilib olingan bo'lsa, sizda общий garderob ochiladi va o'tga epik kiyimlarni qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, BP buyurtmalari nima degan savollarga mana buni misol Prime обычныйsidan ko'ra Prime Plus vegetaligini yana bitta misol keltirishimiz mumkin. Sabab bu yerda ko'rib turganingizda RP bajara olmasanglar misol karta bilan hal qilib olsanglar bo'ladi.
Shundan haftasiga 5 marta olsanglar bo'ladi. Undan tashqari bizda bilsanglar mana setlar juda ham old hisoblanadi. Ya'ni misol ko'rinishi jihatdan ham TDM kiyimlar plus ko'rinishi jihatdan ham yurish jihatdan ham ancha chiroyli ko'rinadi. Buni misol ancha muncha mishlardan chiroyli desa bo'ladi. Просто gap yo'q. Boyagi gapimni to'xtatib o'tamiz. Bu yerda Prime обычныйsiga faqat временный sotib olsangiz bo'ladi. Ya'ni vaqtinchalik sotib olsangiz bo'ladi. Prime Plus bo'lsa, sizdan Prime Plus talab qiladi deb yozilgan. Ya'ni doimiy sotib olsangiz bo'ladi. 98 ming rupiya va bu yerda bu shalvarni misol ko'pchilik bilsa kerak. Qanaqa chiroyli setligini. Mana bu ancha muncha odam yo'q haligacha. Qayerdan olishni ham bilmaydi ko'pchilik. Aynan shu yerdan sotib olsanglar bo'ladi. Просто bu setlar ancha muncha chiroyli, misol TDMlarda ham o'yinsanglar ancha misol optiklar bo'lmasa ham ko'rinishini yaxshi qilib beradi. Chiroyli qilib beradi. Misol hammaning ruhiyati har xil hisoblanadi. O'zini X kostyum kiyib olsa yoki boshqa narsa qimmatroq umumiy kiyib olsa, o'zini bir TDMchi yoki pro igrok deb his qiladi. Kimgadir shunaqa ощущение berishi ham mumkin, taassurot berishi ham mumkin. Xullas, BPga shuni sotib olsangiz bo'ladi. Xo'p, yana aytamiz. 80% o'yinlarga kunlik klassik qutilarni sotib olish uchun 80% chegirmadan foydalaning deb yozilgan. Ya'ni bu yerda 70% kunlik skidka beradi agar misol ochmoqchi bo'lsangiz. Shu skidkani 80% ga ko'tarib beradi. Ya'ni 60 UC narsani 18 UC emas, 60 UC narsani 12 UC ga ochsanglar bo'ladi. Pluslardan bittasi yana biri shu. Xo'p. Har kuni 8 UC dan beradi bu. 8 UC dan. Ya'ni 200 qo'shib turib 10 UC ga misol har xil keyslarni ochsanglar bo'ladi. Kimgadir 10 UC ga chiroyli narsalar tushib qoldi, endi omadga bog'liq. Undan tashqari kunlik RP ballarni ham beradi. Undan tashqari 50G ham beradi. A deb yozilgan bir xil AG deb o'qiydi, bir xil G deb o'qiydi. Endi hammaga har xil. Xullas, bugungi videomizdan maqsad sizlarga shu foydali xaridlar haqida ma'lumot berish edi. Menimcha hammalar tushundinglar degan umiddaman. Yana savolingiz bo'lsa, shaxsan o'zimga yozsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizda Madlen bugun deb yozilgan. Bu yerda sizlarga misol linkini ham ko'rsatib o'taman. Linkini обязательно videoni ostiga havoladan kirib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ko'rib foydalanadigan narsalardan nimalar mavjud. Har xil skin haklar tashlanadi. Misol shu skin haklari siqacha aytib qolib turib Android versiya bo'lsa telefoningizda albatta misol chiroyli kiyimlarni faqat o'zingizga ko'rinadi bu narsa. Editorlar uchun juda ham foydali. Yana bir bor qaytaraman, edit qilish uchun juda ham zo'r. Bu skinlar misol mana bu yerda brigadga turibdi. Brigadga vaqti old hisoblanadi. Bilasizlar o'zingizlar ham bir marta kelib qaytib kelmagan. BP misol shtoni turibdi. Bu ham juda old hisoblanadi. Va bu yerda ko'rib turgan skinlarni o'zingizlarning telefoningizda ko'rib, misol edit qilsanglar bo'ladi. Yoki har xil zvuklarga, har xil musiqalarga emotsiyalar bilan video eslasanglar bo'ladi. O'sha asosan editda bu yerda KFG datalar bor. Undan tashqari VPNlar ham mavjud bo'lib o'tadi. Mana bitta misol undan tashqari bizda UC servis xizmatimiz mavjud bo'lib, bu UC servis xizmatlarimizda sizga login parol orqali yoki de mishki emblema yoki de arzon va ishonchli UC yoki de boyga yetgan yuksalish paketlarini xarid qilib olsangiz bo'ladi. Bu yuksalish paketlarining narxlari yozilgan. Bu video oxirida aytib o'taman dedim. Undan tashqari bu yerda ko'rib turgan barcha o'yinlarga donat mavjud bo'lib, undan tashqari bu yerda ko'rsatilmagan o'yinlarga ham sizlarga agar donat kerak bo'lsa, Madlen UC xizmatiga yozsangiz, albatta donat qilib berishga harakat qilamiz. Koreyskiy pabok uchun ko'pchilikda
UC servis mavjud emas yoki juda ham qimmat. Bizda nisbatan arzon deb aytishim mumkin, u sredniy daraja. Ya'ni misol juda arzon emas, qimmat emas. Muhimi ishonchli hamda tezkor. 5-10 daqiqa ichida UC ni solib beramiz. Hamma klientlarimiz minnatdor. Boyiga Prime Plus paketlarining narxlari ham yozib o'tilgan bu yerda. Undan tashqari Free Fire o'yinlariga, Stand-up o'yinlariga, Mobile Legends o'yinlari donatlari ham mavjud va aslida Steam hozir bilsanglar ko'pchilik CS:GO erasi boshlandi deyapti. Bunga ham Steam'ga pul tashib beramiz va Telegram premium xizmatlarimiz ham mavjud. Muhimi kanal ishonchli, tezkor, ishlarni oson bitirasizlar, maslahat beraman. Komfortni, to'g'risi tezkor, ancha tezkor. Bunda misol o'ziflarga kirib ham ko'rib chiqsak bo'ladi. O'ziflar orasidagi daqiqalar unaqa ko'p emas. Hamma xursand. 19:51 da misol xaridingiz uchun rahmatdorlar. Klient sразу skrinshot tashyapti, xarid forumim deb. Xullas aytganimda juda ham tezkor, ishonchli, muhimi halol servis hisoblanadi. Yozinglar, hammanglarga qo'ldan kelgancha olib berishga harakat qilaman. Va videolarni ko'rganingiz uchun rahmat. Podpiska, like, alohida kommentariy bosib qo'yib, o'zingizlarning yaqin bilgan do'stlarga yuborib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat.